Salom do'stlar. Bugungi bog'imizda bir shaftolimiz bor. Qolgan shaftollar ham noz mevasi tugadi. Unchalik solmagan. Mana qaranglar. Har bir mana kichkina novdasini o'zida mana 2 kilo, 3 kilo. Bu yana terilganidan, yilganidan qolgan mana shu narsa. Ana Muhammad var. Ol o'g'lim. Sol uni jomga sol. Bale. Ha? Sol. Shuna do'stlar, mana bu tomonda ham bor shaftollarimiz. Tomonda ham bor. Ular u darajada ko'p qilmagan, lekin mana shu o'zi kichkina. Shu darajada ko'p qilgan. Barakali, Xudoga shukr. Hammaga nasib qilsin shunaqa yaxshi daraxtlar. Buni endi pishmasa ham siyraklashtiramiz. Daraxt asrab qolish kerak. Bo'lmasa mana bunaqa bolaga o'xshab, bitta eksa ketdi, sinadi bitta.